Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Sizlar uchun kunlik namoz vaqtlarini tayyorlab chiqaryapmiz. Ko'rib foydalanishingiz mumkin. Bomdod, peshin, asr, shom, xufton necha rakatdan o'qiladi, bularni hammasini yozib chiqarib qo'ydik mana. Inshaalloh barcha viloyatlar uchun mana namoz vaqtlari. Ko'rib foydalanishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Hammalaringga kattakon rahmat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin.